Assalomu alaykum. Kelinglar. Sizlarga shuni qo'shroy tovarlarni ko'rsatishga keldik. Baholari bilan. Köylülerimiz arzon narxda. Birinchidagi 65 ming so'm, keyingisi 60 ming so'm. Markizang bu. Markiza bu materiallar bor, razmerlari bor. Necha razmeri bormi? Hozircha 50 dan 56 gacha razmerlari bor. Kechki 60 razmerlari ham keladi. Ular 48 dan 54 gacha razmeri. Narxi 60 ming so'm. Bunam razmerlari bor. 48 dan 54 gacha razmerlari bor. Mana mayda ko'rsatsam. Chiroyli, akkuratli ko'ylaklarni. Yumshoqqina ekan. Do'yim poplinang bu. Do'yim popli. Ina yub siqib kiyaverasizlar, hech narsa bo'lmaydi. Bo'shqina tovarni gap yo'q. Belmando bularning materiali. Bunisi 100 ming so'm, bunisi 110 ming so'm. Para bilan do'yga bo'ladi. Keyin mana fasonidan ham bor. Razmeri 46 dan 56 gacha. Rasvetkalari ko'p. Xudo xolasa arzon beryapman. Bular markiza. Bunisi ham narxi bir xil 100 ming so'mdan boshlab. Ko'ylaklarim 80 ming so'mdan mana shu ko'ylaklarim. 3 xil modada rasvetkalari ko'p. Bu moda 46 dan boshlanadi 52 gacha. Har xil svetlari bor ekan. Keyin o ko'ylaklarimdan bor 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan bu ko'ylaklarim. Bularning 130 ming so'mdan. Do'ygalarim ham 130 ming so'mdan. Bular hammasining razmer bor axir. Razmerlari bor. Yosh kattalarga mana shu ko'ylaklarimdan bor. 130 ming so'mdan. 52 dan 60 gacha. Shuni diklab ko'tarib ko'rsatib bering. Manekenda ilib qo'yganim bor, shuni ko'rsatsangiz bo'laroq. Modasi shundan 52 dan 60 gacha razmeri. Razmetkalari ko'p. 130. Namozxon ayollar ham zo'r tushadi ekan, svetin ham gap yo'q. Har xil svetlarning ham bor edi. Shuni ham bir diklab ko'rsatib bering qani. Uni bu tomonga mana keyin kelgandim. Ina ban tomonga bor. Yine bir so'rda Ina. Yumshoqqina tovallarga gap yo'q. Ana belmando ekan. Bel bog'lari bilan bor ekan. Shu markizani ham bir diklab ko'rsating qani, ko'rsatib beraylik qani. Buni razmeri 50 dan 56 gacha razmer bo'ladi. Ishlari bilan, bari bilan. Bo'yga. Gullari har xil. Mana shu modadan. Necha so'm bular? 100 ming so'mdan. Kelishtirib berasizing? Xudo xolasa. Kelaverasizlar. Har xil razmerda, har xil rasvetkada bor ekan. Adresni ham tushuntirib o'ting endi. Adresimiz mana shu birinchi Zakrididan 5 blokka o'tadigan darvozani oldi. Ena bozorga kiraverishda birinchi Zakritin darvozasi. Shu yerda qarasangizlar, o'ng taraflaringizda o'tiribdi, shu yerga kelaverasizlar. Har xil go'ynaklari bor, kelishtirib arzon aytib beradilar.